Salom, men doktor Aybalitman. Men bugun sizlarga oshqozon va 12 barmoq ichak yarasi haqida gapirib bermoqchiman. Videoni boshlashdan oldin foydali maslahatlar kanaliga obuna bo'ling va videoga bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Oshqozon va 12 barmoq ichak yarasi. Oshqozon 12 barmoq ichak yarasida uning faoliyati kuchayib ketganda asal iste'mol qilishni ertalabki nonushtadan 5-2 soat ilgari, kechqurungi ovqatlanishdan 3 soat va tushlikdan keyin kunduzi 40-80 grammdan, kechqurun 30-60 grammdan iste'mol qilish tavsiya etiladi. Gastritning giperatsid holatida asalni bir martadagi iste'moli 1 osh qoshiq miqdorda belgilanadi. Asalni qaynatib iliq holga kelgan sut yoki suvda obdon eritib olasiz. Davolanish muolajasi 1-5-2 oy davom etadi. Bunday muolaja ta'sirida oshqozon shirasi kislotaliligi kamayadi, shilliq suyuqlashadi, og'riq pasayadi, achitish, qayt qilish kamayadi, quvvat orta boradi, odam asta-sekin tuzaladi. 100 grammdan lavlagi, sabzi, asal, piyoz, turub sharbati va 100 grammdan sariyog, asal va spirt olib hammasini obdon aralashtirib, uni issiq joyda 5 kun tinib tursin. Tayyor bo'lgan malhamni bir kunda 3 mahal 1 osh qoshiqdan choy bilan ichib yuring. Video sizga yoqqan bo'lsa obuna bo'ling va videoga like bosing.